Voydod, biza qancha kutganmiz bu kunni. Shavkat Mirziyoyev Miramonovich, assalomu alaykum. Hozir yangi bizaga xabar chiqdi. Bizaga emas, o'z umuman internetga Sinur bilan biz uni o'qib qoldik. Mana post. Hozir biza ochig'ini aytamiz, Olma kinoimizga palon pul rasxod qilib qo'yganmiz. Juda katta mehnat qilganmiz va O'zbek kinodan qanaqa qilib ruxsat olamiz degan savol turuvdi bizada. Kinoimiz qachon rivojlanadi? Qozog'iston, Qirg'iziston, qo'shni davlatlar yorvorishyapti-ku, biz ham qilaylik degan fikrlarimiz bor edi. Shunga biza tomonga yuradigan bitta qonun chiqibdi, hozir o'qib beradi. Prezident ushbu tashkilotlar eskirgan usullardan foydalanishda davom etayotganini va sohada samarali nazoratni ta'minlamayotganini ta'kidladi. Dushanba kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda Shavkat Mirziyoyev Respublika kinematografiya komissiyasi, shuningdek, milliy va badiiy kengashlar hali ham eskirgan boshqaruv usullari va samarasiz nazorati tizimidan voz kecha olmayotganini ta'kidladi. Shu munosabat bilan sohada ijodiy erkinlik va sog'lom raqobat muhitini rivojlantirish maqsadida ushbu tashkilotlarning faoliyatini butunlay to'xtatiladi. Kelajakda har bir film janri va toifasi uchun tegishli mutaxassislardan iborat haq to'lanadigan ekspert guruhlari tuzilishi ta'kidlanmoqda. Ushbu ekspert guruhlari tarkibida O'zbekiston kinematografiya ijodiy uyushmasi, yozuvchilar uyushmasi va bastakorlar uyushmasi tomonidan tavsiya etilgan mutaxassislar kiradi. Ya'ni otalar so'zini tekshiradigan odam boshqa janrga aralashmaydi. Biza thriller, psixologik drama yo'nalishida kino olganmiz va men bilib turdim, bizani bu kinoimizni O'zbek kino o'tkazmaydi deb o'ylab turdim. Endi bizda ozgina bo'lsa ham umid bor. Ya'ni o'sish ko'ryapmiz biz. Shaffof boshqaruv tizimini joriy etish bo'yicha takliflar tayyorlash topshirildi. Xudo xolasa juda ham umid qilamizki, haqiqatan ijodiy erkinlik va sog'lom raqobatga qo'y berishadi. Rahmat. Bu yangilik va bu qonun uchun men ichimdan rahmat aytaman. Bu meni bir 3-4 yildan beri qiynaydigan narsa edi. Biz ham rivojlanishimiz uchun ozgina erkinlik kerak va tushunadigan odam tekshirish kerak degan fikrim bor edi va shu narsa aynan men kino olib endi chiqarib o'tgan momentim bo'lyapti. Tushunyapsizlarmi?